Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bugun biz Samarqand mashina bozoriga keldik. 2025-yil 9-mart kuni Samarqand mashina bozorini obzor qilamiz. Qani ketdik, kimga qanday mashinalar kerak bo'lsa biz topib beramiz. Arzon narxlarda olib beramiz. Kimga qanday mashina kerak bo'lsa kommentariyaga yozib qoldirsin. Qani ketdik, biz obzorni boshladik. Haftaning yakshanba kuni 9-mart kuni. Aziz obunachilar, Samarqand mashina bozoridan puli yengil, sportivni 01 mashinalardan ko'rsamiz. Qani ketdik. Mana diska balonlari fasadga qilingan mashinamiz. Fasadgalar sizlar bunga to'g'ajon bu. Sportivni. Gap yo'q. Hadoylarim sportivni qiling. Bog'li hamma joy. Gap bo'lishi mumkin. Tabiiyda signallar. Yigitni duxi bo'lsa maramat. Yigitni duxi bo'lsa maramat deyapti. Gap yo'q. Hamma salonchalar, ko'rsalik chamanjon. Sportivniy rol, sidina, kolonka, magnitofon. Siz qayerda? Jomboy. Ha? Jomboy. Jomboy. Bu tog'a buni bir tanishtirib o'ting qani, mashincha 01. Nolem bera. Sportivni qilingan. Qilingan. Aha. Buni kimni duxi bo'lsa maramat savdosini qilsin, ko'chaga haydab borsin. Aha. Dux bormi? Motor nechi motor? 213 turibdi. Karoka 5 talik. Sportivni hadoyi polni qilingan. Mashina aybillati yo'q. Faqat gap pulda. Narxini qancha so'rayapsiz? 28 million. Taqalgani qancha bo'lsa beramiz. Endi savdosi bor dedik. Ustida. Mashincha qayerdaki? Miroqul Shariazin. Aha, telefon raqamini bitta aytib qoldiring, tog'acham. 93li Xo'sh. 349. Aha. 26. Xo'sh. 33. Gap yo'q, aloqaga chiqaversin, ha? Ha. Shu bugun lekin ertaga kerak emas. Aha. Gap yo'q. Hech pul bo'lsa beraman dedilar. 28 bo'lsa beramiz ya. Kraska polni bo'lgan, ha, tog'a? Asijit bugun. Polni noldan taxlab chiqqansa, qarochi. Yo'q, men noldan qilganim yo'q. Bu zavasiga ichi zavasiga. Ichi zavodskiy. Aziz obunachilar, Samarqand mashina bozoridan puli yengil 07 mashinalardan ko'rsamiz. Motor holatlari. Mana savdosi bo'layapti ustida. Mashinchamizni. Magnitofon, usleterda ko'targichlari, orqada kinot, kolonka, usleter kinot qo'yilgan. Qo'lchalari bor. Orqalar fasadga qilingan mashinchamizni. Anaakalarimiz. Ko'rib baho beraverasizlar mashinchaga. Rangi tiniq, toza mashincha ekan. Mana bagaj holatlari, metan gazlari bor. Sambuferlari bor, zapaska balon, kalpak. Benzin bak, hamma narsasi bor ekan. Yili nechi bu? 2015. Puli qancha so'rayapsiz?
Pulini 3,5 ming so'rayapmiz. Taqalgan joy qancha bo'lsa beramiz? 100-200 ni unutib beramiz. 100-200 yutib beramiz. Qayerda mashina? Katta bo'lgan. Telefon raqamini aytib qoldiring. Nima nazoratlar qilingan bunga? Hamma narsasi. Kolonka, magnitofon, subwoofer, motorga ham nimalar o'zgartirish kirgan? Nimalar? 93li, Telefon raqami 93lik. 724 Xo'sh, 1300. 1300. Gap yo'q aka. Mashina necha foiz kraskasi bor aka? Yer beriya bo'ldi. Bilmadim yana. Yurgan masofasi qancha? Bir kunlikdan o'tdi-da. Bir kurtdan ozgina o'tgan, ha? Gap yo'q. Taqalgan joyi qancha bo'lsa berasiz aka? Shu $100 o'tib beraman. $100. aytganim Gap yo'q aka, rahmat. Aziz obunachilar, puli yengil moshinchadan ko'rsatamiz. 011 mashinalardan. Samarqand mashina bozorida. Kapotini ochasizmi oldin? Mana metan gaz zapaska balon, benzin bak. Hamma narsasi bor ekan. Puli yengil so'ragan insonlar uchun mana. Samarqand mashina bozor puli qimmat deydi. Mana puli yengildan ko'rsatyapmiz akalar. Motor holatlari metan gazda, akkumulyatori yangi. Switch pravdalar yangi ekan. Yili nechi mos? 85. Puli qancha so'raysiz? 14 so'rayapmiz, yana kelishamiz. Taqalgan joyi qancha bo'lsa berasiz? 12. 12 bo'lsa berasiz. Oxiri 12. Qayerda mashinasi bu? Jonboy. Jonboy. Telefon raqamini aytib qoldiring aka. 93lik. Xo'sh. 625 Aha. 66 64. Aha, gap yo'q. Naqd pul olib kelgan 12 ga berasiz. Variantlari bormi? 5-6 million puli bor insonlar. Yo'q, 10'ini naqd bersin, ikkisiga hayotga turamiz. Gap yo'q, gap. Mana akalar, Samarqand mashina bozoridan pachka turgan 07chalardan ko'rsatamiz. Puli yengil edi, marhamat. Motor holatlari. Bilaman, Sanjar ukasimi? Nima uchun? Ha, Rossiyani motor. Ha, bizni qo'llar bizga o'g'ayni biladi ular. Nima deydi ya? Balon diskalar yangi holatda. Salon holatlari. Salafanda turibdi holi. Yurgan masofasi mana akalarimiz. 30 ming kilometr yurgan holi. Yarim kiloga ham yurmagan mashinchamiz. Akam bilan zonada bir joyda o'tirdim. Shopir. O'g'ri, o'qiykan dikkiga ishlayaptim. O'g'ri. Bagaj holatlar, metan gazlar bor, zapaska balon, benzin bak. Atak holatlari. Bu yili nechi bu? 2008 yili. Puli taqalgan qancha bo'lsa berasiz? Taqalgani qancha? 3900 bo'lsa beramiz. Kraskasi bitta o'ng tomon krilochasida bor. Bor. Polni bo'lganmi krilo? Ozgina. Ozgina petnosi bor. Ketno bor. Motor korobka ochilmagan hozir. Injektor motor. 30 ming yurgan. 30 ming yurgan. Puli qancha bo'lsa berasiz? Taqalgan joyi. 50 million. 50 million so'm bo'lsa berasiz. Telefon raqamini aytib qoldiring. 90'lik. 90lik. Mana 90 190 90lik 190 70 50. 70 50. Aloqaga chiqursin. aloqa chiqib. Gap. Mana aziz obunachilar, Samarqand mashina bozoridan Volga mashinalardan ko'rsatamiz. Puli yengildan marhamat. Mana akalar, salon holatlari.
Balon holatlari akalar. Aka bu bir tanishtirib o'tasizmi? Puli qancha so'rayapsiz? 3300 aka. 3300. Taqalgan qancha bo'lsa bo'ladi? Kelishamiz-da aka. Variant vikif bor? Yo'q aka. Naqd puli. Naqd pul. Qayerda moshina? Samarqand shahar. Samarqand shahar aka. Telefon raqami aytib qo'ying. 99 Xo'sh. 742 Aha. 98 Xo'sh. 84. Kraskalar qayerda bu? Rasman Narni, bir joyda petnometni yo'q. yo'q. Shu dardan shu turish. Yurgan masofasi qancha? Ko'p masafa. Ko'chaga yurganda. Bir kurkacha yurgan. Motor korobka ochilgan? Yo'q aka. Ochilmagan. Hadoviy yaxshi propan gazda. Aha. Yuziga nechta edi bu aka? Aka 10 litrga 80 km berdi. Propan. Frapanda. Benzindachi? Benzinda sal ko'proq yeydi. Motori kattadan. Moshincha yaxshi moshincha. Chirigan joylar yo'q. Mana aziz obunachi, Samarqand moshina bozoridan 07 ishlar, puli yengildan ko'rsatamiz. Marhamat yana. Metan gaz bu 3-pakalina, bobo. Metan. Yo'q pakalina. Salon holatlari. G'ayri. Qo'shimchamiz balonlar bir 50% yaxshi holatda ekan. Bagaj holatlari. Metan gaz, zapaska balon